Akmaljon, bir Ama narx yoraylan bugun. bo'lishini aytasiz, mana uni aka, dona bo'yiga narxini aytasiz. Videoni boshqa qo'yib qo'yman aka. Dona bo'yiga mana uni aka bir joyga olishsin. 4 million emas Akmaljon. Xo'p, 3 million 750 mingdan dastlabkasi bizdan. barbar aka. Haqiqiy zo'rini olaman. Qog'ozlarda Akmaljon. 3 million 750 mingdan 750 mingdan ketdi mana. vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha mana. Joningiz sog' bo'lsin. Tagi ham naqim aka xudo xolosa. Yo'q, xudo xolosa. Mashalloh. Xudo beradiganlardan keldi-yu. Xudo xolosa o'ta ham go'zallardan ekan. Mashalloh, hoji aka, mana bu jonivorni ko'ring-da. Doniyorbek arzonchidan zotdor narsani haqiqiy zo'ri bormi? Akmaljon bo'lsa toza narsasidan chiqar degan obunachilarimiz uchun sizlar uchun yetib keldi. Xudo xolosa, mashalloh deb kommentariyaga chiroyli fikringizni yozib qoldiring hoji aka. Egizagida zo'rini ish qilib olgan, qarang. 2 kilo to'ymarni ham mana qorin tashiyapmiz mana tepadan ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolosa egiz ekan aka ular. Akmaljon Akalar 2026-yilda barrasini haqiqiy zo'rini, toza narsasini ish qilib yetib keldi. Xudo xolosa siz uchun arzonni variantlardan akalar. Insofi bordi, barakasi bor deyishgan hoji aka. Xudo xolosa bugungi syomkamizda yetik bo'g'oz qo'ylar, to'xli qo'ylar, qo'ylarni haqiqiy zo'rlardan chiqadi. Videoni oxirigacha kuzatib, bittadan like bostiringlar. Bugun sizlarga xudo xolosa arzon bo'ladi. Videolarimizni biz boshladik, siz bittadan like bostiring. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'sha arzonchilar qishlog'idamiz. Bugungi syomkamizda qo'ylarni zo'rlardan chiqadi. Bugun 2026-yil 26-fevral hafta kuniga payshanba boshlangan kunlaring hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya Xudo xolosa kanalimizdagi arzon chakamizni qo'y firmasiga yetganmiz. Bugun like-ni bosib tursangiz 5 milliondan pastda bo'g'oz qo'y chiqarib beraman. Akmaljon, yaxshimisiz? To'g'rimi aka? Nima gap? Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi Akmaljon partiyamiz ekspertiya qo'yimiz bor. Ekspertiya qo'yimizda like-ni bosib, otanga rahmat deb kuzatib tursin. Bugungi barra qo'ylardan ham chiqarib beramiz. O'ta ham arzon bo'ladi, xudo xolosa. O'ta ham arzon bo'ladi, ekazachilaridan ham bor, barra qo'ylar ham bor. Laytni bosib, Doniyorbek otanga rahmat kuzatib turganda otasiga ham rahmat. Ko'rsating qo'ylarni. Mana akalar. Birinchi partiyaga son nechta aka? Birinchi partiyaga Akmaljon mana akalar. 7 ta. 7 dona, 7 dan biri xizir degan variantlardan kelar. Hammasini arqa bo'ylari xizir yotdi ekan aka. Akmaljon, unda xolosa qo'chqorda yurgan bo'g'oz qo'ylar. Mashalloh, mana aka, qo'yni ko'ring. Hammasini ko'ringda. Yuzi toza, o'zi toza variantlardan akalar. Tagidagi yelillarga bir ahamiyat berib qo'ying hoji aka. Mashalloh, xudo xolosa zo'rini olaman degan akalarimizga. Arqa bo'ylar qizarayotgan variantlardan. Yoshini qidirganlar ekan mana. Qo'ylar ko'ringlardi. Hammasi yosh ekan, hali ekishga chiqmabdi bular. Yo'q, Akmaljon ish buzmagan qo'ylarimiz. Mana akalar, jonivorlar ko'ringlar. Ish buzmagan variantlardan akalar. Soni 7 dona, bitta qora variantlardanmi aka? To'g'ri, Akmaljon olib taza qilib boqadigan joyi. Xolosa bitta obunachimizga beramiz mana qo'ylarni. Bugun arzon bo'ladi aka. Bular bo'yvasi necha chiqadi aka? Bir o'lchaveramizmi, bir 2-3 tasini? Bo'ybaslarnimi? Realni bo'lsa albatta. Realni. Mana shu qo'y o'tgan safar ham chiqdi, buni aytib o'tib ketish kerak a bu. Mana keladi. Egizidan bu ikki va Egiz bu ikkalasi Akmaljon. Mana bitta qo'ydi bolasida berishodi. Hop, buni qo'shib berdik, xudo xolosa. Mana. Mana o'zi keldi mana shu yerga. Mashalloh. Mana shu ikkovi egiz. Ha, bir qo'ydi bolasi. Mana akalar, bo'yvasti. Bo'l, qo'yaveraver aka. Buni ham bir xil aka. Mana egizini ish qilib akalar, xudo xolosa bugun aka videoni oxirigacha kuzating. Arzon narxlarda chiqarib beramiz, xudo xolosa. Asarti aka bo'yvasini nechiga beramiz bularni? Bo'ybaslarnimi? 75 plyusga olishsinmi? 75 plyusga olishadi. Mana ko'rsatma. 80 ham chiqyapti. Mana shuni ham qo'yingchi. Qarang. Mana 80 mana yerda turibdi hoji aka. Ishini bitta ochaylik aka, bitta ishini ko'rsatib qo'yaylik. Obunachilarga qo'zi variantlar. Tagini ko'rsating Akmaljon. Tagi ham naqim aka, xudo xolosa. Yo'q, xudo xolosa. Mashalloh. Xudo beradiganlardan keldi-yu. Xudo xolosa o'ta ham go'zallardan ekan. Zo'rini olaman deganlar tilib to'qsa mana keldi Akmaljon. Gap yo'q. Soni 7 dona, bitta qora variantlardan narxi arzon, sel xaridorini qidirib yurganlarga akalar. Mana bulardagi hammasi qo'chqorda yurganmi, xudo xolosa? Hammasi qo'chqorda yurgan Akmaljon. Hammasi qo'chqorda yurgan. Arqa bo'ylar qizar. Ekizachini ham arqa bo'ylar qizarib qolibdi aka, uni. Xudo xolosa qo'ylarimiz qochgan. Akalar, qo'ylar ko'ringlardi, jonivorlarni. Buni aka obunachilarga bir joyga necha puldan beramiz aka buni? Narxinimi? Narxini Buni aka. narxini eshitib Akmaljon.
Oldim devarishadi. Oldim deb yuborishsin mana, tamam. Chiroyli qilib narx aytaman. Bunaqa 5 yarim emas. Hop. Laytni bosib Doniyor bi otangga rahmat deb telefon qilsin. Bo'ladigan tortishib o'tirmaysiz. Bo'ldi. Realni narxini aytavering. Bitta kesamiz, obunachilarga dastlabkida chiqarib berasiz aka. Tortish keragi yo'q. 4 million 700 dan ketaveradi. 4 million 700 dan dastlabkasi bilan Dastlabkasi ham bizdan o'ylanishmasin. joningiz sog' bo'lsin. 4 million 700 ming so'mdan akalar bir joyga. Hammasini olaman deganlarga tortishadigan unaqa emas akalar. Aloqaga chiqarasizlar. 4 million 700 dan ishqibozga. Xudo xolasa bugun aka arzon bo'ladi dedingiz. Bugun aytyapman, o'ylashganlardan ham arzon bo'ladi. Hammasini olaman deysa, ketdi. Katta 4 million 700 dan. Doniyor bi otangga rahmat deb kommentariyga yaxshi fikrlar bildirib telefon qilsin. Sunnatiga ko'p emas, azini yana o'tib beramiz. Barbar aka, ketdi mana akalar. Hammasini olaman deganlarga aka azgina dasturxonlari ham bor ekanda xolasa. Mana bu egizda aka, nech pulga beramiz buni? Ikkalasini olaman degan akalarimiz telefon qilishsin. Kelishiladi. 11 ga chiqaradi Akmaljon. Hop. Bir kishi lavuz qilib olib qo'yadi. Aha. 2 kundan keyin yo'tarasiz dedi. Ha, bo'p taka deb halay qildik, qolib ketdi. Buni aka bir joyga olaman deganlarga maslahatini qilib, xotirjam uydagilar bilan o'zi uberim telefon qilishsa, ishi bitadi. 4 million 700 dan ayda-bayda yo'q narxladi. Agar hammasini oldim desa ketaveradi. Aha. Potizokilar 2 kun olaman desa, Akmaljon 5 milliondan 10 million berishga ketaveradi. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa hammamizni qo'ramizda mana shunaqa qo'ylardan boqish nasib sonj aka. Mana bu jonivorlar ko'ringda. 4 million 700 ming so'mdan bozorda ham yo'q aka. Mana ularga bir joyga telefon qiling, ishingiz bitadi xudo xolasa. Ishqivoz aloqaga chiqsan, telefon qilib aloqaga chiqarasiz. Keyingi partiyalarga qaraqalardan aka zo'rlardan chiqadi. Sifatchalardan chiqadi, o'sha kuzatib turing oxirgacha. Zo'rlari chiqaveradi. Gap yo'q. Akalar, xudo xolasa keyingi partiyalarimizga ekazakchi qo'y qidirib yurgan obunachilarimiz uchun Doniyorbek arzonchidan ekazakchi qo'ydi haqiqiy zo'rlar chiqaradi. Videoni oxirigacha kuzating. Sizga bugun qo'ydi zo'rlardan chiqarib beramiz, xudo xolasa. Mashalloh deb kommentariyaga chiroyli fikringizni yozib qoldiring hoji aka. Egizagida zo'rini ishqibozga qarang. 2 kilo to'ymarni mana bu. Qorin tashyapmiz mana tepadan ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Ikkovda xolasa egiz ekan aka ular. Akmaljon bitta qo'ydi bolasi. Quloqlarini ham qarang, shalpon quloqlarini. Aka buni bitta o'shayli 2 kilo tarafga ham qorin tashyapti ekan bular ha. Jonivorlar mana akalar. Xudo xolasa hammani chorvasidan mana shunaqa egizak qo'ylardan boqish nasib qilsin aka. Jonivorlar qulog'ini qarang, yuzlarini variantlarda akalar. Bu qarang, bu ana shunday turgan aka. Mana. Qorinni ko'rdingiz-a, egizakchi qo'ydi qorinni. Endi bunisini qarang hoji aka. Kelasi ham yetuk bo'g'oz Akmaljon. Mana akalar jonivorni ko'ringda. Yelinni qarang, mashalloh. Bunisida ham yelin bormi, xudo xolasa? Kelasi ham yetuk bo'g'oz. Yetuk bo'g'oz. Buni yelini ekti ekan aka, buni qarang. Buni ekti ekan buni yelini. Voy Akmaljon ishqiboz telefon qilsa keldi mana. Mana akalar. Bo'ldi, qo'yavering aka. Yoshligini bitta ko'rsatib qo'ying, yoshligini. Ish buzmagan Akmaljon, nima qilasiz uni? Ikkovi ham qo'zi variantlar. Kelasi ham qo'zi 8 oylik atrofida qo'yimiz. 10 oylik filizimiz qo'y. Ikkovi ham yelin solyapti, xudo xolasa. Qorin tashyapti aka, ekazakchi, to'q ekazakchini ishqivoziga. Bu qarang jonivorni. Qo'rangizga tashab qo'ysangiz foyda qiladi hoji aka. Ozgina sabr qilib, mehr talab, tamom qo'ylar qarang, yemini berib, boqib tursangiz, xudo xolasa sizga Sizlar tarbiya qilish. Narmanli effekt tap keladi aka. Ikkitadan tug'ib bersa ham hozir 10 milliondan o'zingizda bo'lsa bermaysiz bunaqa ekazakchi qo'ydi. Buni aka obunachilarga 10 million, 11 million demay nech pulga beramiz aka buni? Ikkalar ham bir joyga olaman. Bir joyga. 15-16 demaymiz Akmaljon. Donasini aytilyapti. Ikkovini nech pulga beramiz buni? Ikkovini? Qarang, bo'ladigan tortish. Realni narxini aytavering. Ham yoqib turibdi. Uni laytni bosib, Doniyor otangga rahmat deb telefon qilsin, 10,5 ga ketaveradi. Barbar aka, ketdi. 10 million 500 ming so'mga ishqivoz telefon qilsa aka. Mana bu jonivorlarni o'zingizda bo'lsa, to'g'risini aytish kerak-da, buni donasini 10 milliondan bermaysiz mana qo'yiladi. Ikkitadan sapsariq bola o'rib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa aka, o'zingiz parast qilingda, ikkitadan tug'ib bersa ham Quloqlarni ham 20 million aka. Mana mashalloh. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib olaverasiz aka. Ikkita egizini yuzini ishqivoziga. Mana aka. Yosh oyliklarini aytildi, hamma ma'lumotlar berildi. Narxi sifat to'g'ri kelgan bo'lsa telefon qiling, ishingiz bitadi. Bundan keyinga bundan ham zo'rlar chiqaradi aka. Laytni bosib kuzatib turing aka, va sifatchalar chiqadi. Keyingi partiyalarga o'tamizmi? Keyingi partiyalarga o't. Mashalloh hoji aka, mana bu jonivorni ko'ringda.
Doniyorbek arzonchidan zotdor narsani haqiqiy zo'ri bormi? Akmaljon bo'lsa toza narsasidan chiqardigan obunachilarimiz uchun sizlar uchun yetib keldi. Mashalloh, mana bu jonivorni ko'ring, hoji aka. Zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'larasizlar akalar. Qo'ydi aka, qaydan topdingiz aka buni? Akmaljon izlanyapmiz, tinganimiz yo'q. Mashalloh. Sifatchalardan keldi, mana bo'ylarini o'lchab beramiz, realni bo'lsin. Mana sog' bo'lsin. Mana aka, ko'rdingiz-a, 70 mayda turibdi. Jonivor. 70 pul ustida Akmaljon. Mashalloh. Mana zo'rini olaman degan akalarimizga bitta ahamiyat berib qo'yingda. Qo'y, lekin juda boshqacha Uzunligini ham narsa. so'rayapti. Qo'y. Mana uzunlik. 80 ekan-a? Kichik ham 80, Kichik ham 80 80 ekan, past. Biz Bo'ldi. bo'yi ham chakam 80, ag'i ham, Mana bag'i ham aka, teng ekan. Mashalloh. Zo'rini olaman degan obunachilarga mana qo'ydi qarang. Aka qo'chqor qo'shilgan ekan-a bunga? Qo'chqor qo'shilgan Akmaljon, xudo xolosa, Arqa bo'yi orqaga qizarib to'ring, yotibdi, mana bo'g'oz aka. deyishdi. Mana arqa bo'yi Bo'g'ozni qizarib. to'ramiz. Bitta bu tarafini ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana aka baldaqlari bor. Bu zotdor narsaga baldaq taqiladi-da, mana bu qo'ydi ko'ring. Mana. Undan chaynab qo'ygan ekan, qo'zisi men bilmayman nima chaynab qo'ygan. Xolasa bu hali yoshmi aka bu? Yoshali tish buzmagan. Tishini ko'rsatib qo'yaylik. Quloqlari Qo'z variantlardan. tengligini. Quloqlari mana aka, shalpon quloqligi, hamma taraflama qo'y zoti bor narsa aka mana. Zo'rini olaman deganlarga qo'y o'ta ham tekkisida xolasa. Mashalloh. Hammamizga mana shunaqalardan boqish nasib qilsin hoji aka. Aka buni nech pulga beramiz obunachilarga? Bo'lsa laytni bosib Doniyor otangga rahmat deb telefon qilsin. 6-7 demaymiz. Hop, Bo'ladigani 5,5 ga ketaveradi. 5,5 million. 5,5 million so'mga ketdi mana. Dastlabkilari mutlaqo tekin. Dastlabkasi ham bizdan vodiy bo'ylab. Joningiz sog' bo'lsin. 5 million 500 ming so'mga aka bosib o'rish kerakmi qo'ydi qarang. Mashalloh. Qo'chqorda damini bermasa hisob emas. Sog'liq qarang, haqiqiy boshqacha narsa aka. Turuvi ham boshqacha narsa. Tamam, garbanosiga bitta ahamiyat berib qo'ying hoji aka. Mashalloh. Toni ham boshqacha narsa lekin mana qo'ydi qarang. Zo'rini olaman degan akalarimiz bugun aloqada bo'larasizlar. Mashalloh. Keyingi partiyalarga o'tamizmi aka? Laytni bosib otangga rahmat deb turmoqchiga sifatchilar chiqaveradi. Gap yo'q. Akalar 2026-yilda barrasini haqiqiy zo'rini, toza narsasini ishqibozga yetib keldi. Xudo xolasa siz uchun arzonni variantlardan akalar. Soni ozgina Doniyorbek arzonchidan 2026-yilda barrasini liderlari chiqaradi xudo xolasa. Mashalloh, bu qo'ylar qaranglardi. Ozginadan kepagini berib, yaqinda ko'klam boshlandi. Ko'klamga qo'yaverasiz hoji aka, o'zidan o'zi katta bo'lib qoladi xudo xolasa. Endi o'sadigan paytga kelibdi aka bular ha. O'ynaqa Akmaljon. Mana akalar, jonivorlar ko'ringlarda, hammasi bitta qora variantlarda. Soni 3 dona yosh oylik qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi 3-4 oylik. 3-4 oylik atrofida mana aka, jonivorlar ko'ringlarda. Mashalloh, bo'yvasida xolasi 65 atrofida ekan-a. Mana 60-65 ga olishadi. Mana aka, jonivorlar. Hammasi urg'ochim bular ekan. Hammasi urg'ochi. Hammasi urg'och variantlardan tonlarni ko'ringlarda. Toni ham toza narsalar akalar. Yeb-ichlarga bir hafta sinovlar bor. Xotirjam bo'ling. Bu sutdan to'yib chiqqan Sutga to'ygan qo'ylar, xudo xolasa uyaltirmaydi. Kelajagiga bor narsalar. Kelajagiga borini ishqibozga mana. Xudo xolasa zo'rini olaman degan akalarimiz aloqada bo'linglar. Buni aka birinchiga nech puldan beramiz? Bo'lishini aytaman, narxini bitta aytaman aka. Akmaljon laytni bosib Doniyor otangga rahmat deb telefon qilsin. 31 dan ketaveradi. Bor aka. 3 million 100 ming so'mdan aka mana jonivorni qo'rangizga olib borib tashab qolsiz, bu hali o'sadi bu narsa aka. Bu tish buzishgacha ancha o'sadi. Mana qo'ylar ko'ringda. O'sguncha normalniy effektga o'zi tashab ketadi. Normal 2 million 3 million foyda ham da xolasa hozir qish kunida albatta to'g'rimi aka? Akmaljon mana 3 oy boqsin, xudo xolasa 4,5 lik bo'ladi. Gap yo'q. Mana aka 4 million 700 dan biz chiqardik. Hozir so'lovlarni mashinalarni xudo xolasa. Ikki qo'ylar ko'ryapsizmi? Ketadi-da. Ey, olib baraka topadan qo'ylar Akmaljon. Hozir kepagini elatib yemashani berib tursa, Aha. hozir baraka topishadi. Keyingi partiyaga ham yana barralar bor-a? Keyingi partiyaga baralar bor, qo'llab-qo'tlab kuzatib turing aka. Voy, qo'y bakka odam kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Yaxshilab chiroyli qilib parvarishlasam, xudo xolasa zo'r. Akalar, xudo xolasa keyingi partiyasiga 2 dona barrani chiroyliligini, haqiqiy jonivor bitta ahamiyatni bering-da.
Yuzi oq variantlardan kelar. Soni 2 dona, ozgina variantlardan. Bitta qora aka, 2 oyam aka. Yo bitta qora Akmaljon. Mana aka, haqiqiy zo'rini ishqibozga yetib keldi. Qanchalardan keldi mana. Mashalloh. Hali yoshda qolsa, ancha yil bolasini olib ko'paytiraverasiz. Arashan yarichka sog'liqlarimiz mana akalar, qo'ylar ko'ringda. Yoshligidan tarbiyani qilib olib yuraverasiz aka mana jonivorlar. Bularda ham yoshlik nargilar bilan bir xilmi aka? Bunaqa Akmaljon 4 oylik. Mana akalar. 6 to'lovini olaman deysiz ham beraverasiz, ha? 6 dan olaman desa ham beraveramiz Akmaljon. Yarimta olaman demasa bo'ldi obularchilar. Jonivorlar ko'ringda, bitta qora variantlardan da qolasa. Alloh hammamizga mana shunaqa zo'rlardan, arashan yarichka sog'liqlarimizdan boqish nasib qilsa, men qo'ydi qarang. Jonivorlarda, mashalloh, barrasini chiqib oldi. Bularda aka bo'ladigan narxi nech puldan aka? Akmaljon laytni bosib, Doniyor Bobtanga rahmat telefon qilsin. 3,5 dan ketaveradi. 3,5 million so'mdan telefon qilib sayrga o'tib berasiz, ha? Sizni o'tib beramiz sunnatiga Mana Akmaljon. 2 dona sariq 3,5 milliondan qo'yilgan desalaring, yangi chiqqan pomidor badring ham narxi baland bo'ladi yoki hozir endi qo'l sezon endi boshlanyapti. Mana uni bir joyga oling, yutasiz. 3 million 500 ming so'mdan dastlabkilari mutlaqo tekin mana aka. Yem hashaka kirib qolgan variantlardan da qolasa. Telefon qilinglar, ishlaring bitadi akalar. Tavsiya qilaman. Kelajagi bor narsalar mana aka. Dumbalarni qarang. Kayri dumbalarga Akmaljon. Jonivorlar, mashalloh. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Biz yo'masam oxirgi partiyalarga o'tamiz aka. Videoni oxirigacha ko'ring. Bundan keyingi bundan ham arzonlardan, zo'rlardan chiqadi. Doniyorbek arzonchidan cho'ntagi bopini haqiqiy qo'ydi zo'rlari bormi? Akmaljon o'sha qo'y chiqmay ketdi. Mana shu kanalda chiqsa zo'rini olaman degan obunachilarga. Keyin tagida xudo xolasa ozgina boqib tug'ib bersa, chorvamni ko'paytirib olaman degan obunachilarimizga yetib keldi akalar. Soni ozgina 2 dona variantlardan narxini eshitib aka, like bosmasangiz hisob qilib. Bugun like bosasizlar, bugun arzon bo'ladi. Buni 2 yoshli qanaqa? Akmaljon 10 oylik atrofida to'g'li qo'ylar-da. 10 oylik atrofida to'g'li qo'ylar. Bo'yvasini nechiga beramiz aka? 70 ta olishaversin. 70 ga olishsin. 70 ta oyog'i bonus variantlardan kelar. Mana qorin tashab yotibdi. Kelasi ham qorin tashyapti, xudo xolasa Akmaljon. Yosh variantlardan kelar. Chorvani ko'paytiraman. Arzon narsalar bo'lsa, shu kanalga chiqsa olaman degan obunachilarga bu oxirgi partiyamiz aka. Arzon qo'zi qidirib yuribsizmi? Ishonavering, bugun aka barrani narxidan ham arzon variantlari chiqadi aka. Mana buni bir joyga olaman deganlarga, obunachilarga to'g'li qo'ylarda nech pulga beramiz aka? Akmaljon, bir narx yoraylar bugun. Bo'lishini aytasiz, mana uni aka, dona bo'yiga narxini aytasiz, ha? Videoni boshqa qo'yib qo'yman aka. Dona bo'yiga mana uni aka bir joyga olishsin. 4 million emas Akmaljon. Xo'p, 3 million 750 mingdan dastlabkasi bizdan. Barbar aka. Haqiqiy zo'rini olaman. Ovozlarda Akmaljon. 3 million 750 mingdan 750 mingdan ketdi mana. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha mana. Joniga sog' bo'lsin. Ishqibozga aka 3 million 750 ming so'mdan 7 million 500 ming so'mga dastlabkilari mutlaqo tekin. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Bu oxirgi partiyami? Oxirgi partiya Akmaljon laytni bosib, otangga rahmat deganda otasiga ming rahmat.